Iltimos, oilaviy ta'tilingizni Rixsisrada Misharmushev mehmonxonasida o'tkazing. Bolalar uchun zamonaviy. Buvi, dadam bizni kanikulda aylanishga bormoqchi edilar. Ayting, olib borsinlar. Kelin, tayyorlanamiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Onajonim, mana shular uchun tuqqanmisiz? Bu uyda sizdan boshqa meni qadrlaydigan yo'q. Qaydasiz onajonim? Oyi, siz aytgan qizga uylanmay noto'g'ri qilgan ekanman. Nima? Xonani qaytib o'tgandan keyin o'sha joyingga qo'ygin. Menga qara. Nevaralarim hozir kanikul paytda sayohatga yubormasang, sendan rozi emasman. Turing qol ko'zimdan. Boringa. Onam sotilibdi. Bu uyda meni o'zi hech kim tushunmaydi. Otam rahmatli bo'lganda bunchalik bo'lmasdi. Menga qara, shantajing o'tmaydi menga. Oylik oldingmi? Cho'z bu yoqqa. Bularga pulim kerak meni. Mana. Oling. Oling. Mana buni ham oling. Mana. Yana nima beray? Ammo lekin bu pulni bir so'mga ham tegmaysizlar. Tushundingizmi? Xohlang pensiyangizdan dam olishga borasizlar, xohlang yana keliningizni pulini qo'shib boringlar. Men bu pullarni kreditimga to'layman. Menga qara, orqangga qaytyapman. Men pensiyamda ham, kelinimning oyligi ham kiyim qilib bo'lganman. Hissani. Oyi. Oyi bilan boraydi. Hap barakat. O'g'lingiz yo'g'on endi qochamiz. Aynen. Oyijon, men o'g'lingizdan qochdim. Siz kimdan qochdingiz? Rahmatli qaynotangiz esimga tushib ketdi. Shundan qochaverdim-da. Aytgancha oyijon, o'g'lingiz menga mahrga bergan tillalar chang bosib eskirib, qiyshayib yotibdi. Shularni sotamizda, nevaralaringizni, sizni olib sayohatga ketamiz. Unda kiraylik. Bu yerda nima qilyapsizlar? Boring, o'zim chalg'itib turaman. Borib tez sotib chiqing. Qayerga ketyapsan? Boring, sotib chiqing deyapman. O'g'lim, bu yerda tillalarni qimmatga olar ekan. Sen mahrga bergan tillalar chang bosib yotuvdi. Shuni olib kelib sotib, meni nevaralarimni sayohatga olib bormoqchi ekan. Shu tillalarni sotadigan bo'lsangiz, men undan ko'ra kreditga to'lasam bo'lardi-ku, oyi. Voy, sen mahrga aralasha olmaysan, men ham aralasha olmayman. Sen ber bo'lgansan uni. Uyda chang bosib yotgan tillalar shuncha pul bo'ldimi? Ha, bo'lam. Mana ko'ryapsan-ku. Adasi, anaqa yaxshi ko'rgan soatingiz bor edi-ku. Vaqt soatim yo'q. O'sha baribir taqdim etgandingiz. Yaxshi pul berar ekan, sotib oldim. Nima?